Assalomu alaykum, ko'rib turganingizdek dasturimizdan bitta inshaalloh 3 ta vohaga bular Samarqandga 3 kishilik oshno'g'aynilar niyat qilishgan holatda chiroyli qilib 3 komplektni tayyorlab berganmiz. Yo'llarga shunaqa chiroyli qilib gullarni, bezaklarni berib chiroyli qilib berganmiz. Yog'ochlarimizga kelsa, yog'ochlarimiz ham qaraylik 2 7 profillarni 4 ga kerak. Shunaqa hamma yoqqa gayka bo'lib ham bo'lgan. Bularda 2 metrlik ikkita o'rta yog'i bor. Xo'sh, bunga kelsa uzunligi 1,5 metr bo'ladi. Bular 6 kishilik bo'ladi. Bular Qashqadaryoga Muntavesiga shunaqa yulduz deb yozib berganmiz. Morojnoxonaning brendi yulduz ekan. Aloqaga chiqsangiz sizlarga ham chiroyli qilib beramiz. Ko'rib turganingizda hammalar mashina cho'tki bo'lgan. Bularga kelsa 5 komplektini bo'lachasini alohida qilib berganmiz. Mayda holatda mana bollar ham maza qilib o'tiradi shu holatda. Taxtamiz ham qalayligini ko'raylik. Chiroyli qilib ahvolni tagini ham ko'raylik. Eng qizig'i beda, eng boqatligi svarkaga e'tibor berasizlar. Svarkalarni ham 4 tomondan chiroyli qilib quyganmiz. Bu bittasini ko'rsata olamiz. Hammasi mashina cho'tka bo'lgan. Negativlar bor, negativlar bitta yaxshisini ko'rsatasan deydi-da. O'shanga hammasini ko'rsatib o'tamiz. Buni razmerlari bor, 8 kishilik, 10 kishilik, 6 kishiliklar ham bor. Aloqaga chiqsangiz bizga ham chiroyli qilib beramiz. Murojaat uchun 94 461 55 53 yog'ochli shiypon deysizmi, temirli so'rlar deysizmi, hammasini o'zimiz ishlab chiqaramiz. Xo'sh, bunga kelsa, bunisi Surxondaryoga yig'ishtiriladigan holatda gayka bo'lib turgan bo'shatiladi. Raqamlab jo'nataveramiz. Betlardan noshkalar bo'ladi, hamma yoqda. Hamma yoqlari rossiyskiy yog'ochda, profillarimiz ham boqat 4 ga yarimda bo'lgan. Qashqadaryoni kichkina bo'lachalari. Ko'rib turganlar chiroyli qilib berganmiz. Mana bularni svarkalarni ko'rsatib o'tamiz. Hammasi cho'tki mashina bo'lgan. Eng qizig'i taglariga ham laklanib chiroyli qilib berganmiz. Aloqaga chiqing, albatta sizga ham xonadoningizga ham qilib beramiz. Yaxshi niyatda bittadan like bosib qo'ysangiz, o'zingiz saqlanib qo'ysangiz, oxirisi kerak bo'ladi. Bu yerda temirli so'rlarimiz ham bor. Temirli so'rlarimiz ham o'zi ko'rsatib o'tamiz uni. Sizlarga aytib o'tganimda men temirli so'rlarimiz ham boshlaganmiz. 8 ga 4, 6 ga 4 bularni stenkasi 1,5 stenkada bo'lgan. Shunaqa yo'llarga bezaklarni berib, chiroyli qilib beramiz. Bu skronni seletnisi eng zo'ri devo kraskalarni sepamiz, avtomobilga sepadigan. Hammasi yig'ishtiriladigan holatda bo'ladi. 4 xil, xudo xolasa razmeri 2,5 ga 3 ta bo'ladi. Ko'rib turganingizda mach bo'ladi, kraskachamiz chiroyli qilib kraskani qilib beradi. Ishonchli. Namanganda Hops desa, libosdangiz. Yo'llarga shunaqa naqsh lazerlarimiz bor. Lazerlarimiz ham qaraylik, 1,7 stenkada bo'ladi. Bari dorazalarimiz ham bor. Dorazalar ham listli deysizmi, pechatli deysizmi? Bitta kardondan yasab bermaymiz xolos. Chiroyli qilib qolganda yasab beramiz. Ba'zi dorazamizda kezorasi bor, xudo xolasa dorazamiz bitgandan keyin tvskning Lexan va lazerlari bo'ladi. Hali bitmagan. Bu yerda eng qizig'i, eng hadosi bo'lib turgan dorazamiz taroq posoni deydi. Bir ahamiyat berayni, silliq ishlanishini. Xudo xolasa 2 qavatli bo'lgan listlari ham shumkada inshaalloh sizlarga ham chiroyli qilib beramiz. Ishchilar dung qiladi. Aloqaga chiqing, albatta stol stul deysizmi, kacheli deysizmi, darvoza deysizmi, hammasi o'zimiz qo'limizda. Eng qizig'i, eng optim joyda birinchi qo'l. Hamma yoqlarni ko'rsatib o'tdi. Eng qiziq bu quvvat hamma yoqlari shavarlarda bo'lgan. Ko'rib turganingizda shpokolabga uncha joyi yo'q. Shpokolab kelsa ishtiribdi, shumka. Orqa tomonlardan ishlanmadi, xudo xolasa orqa tomonlardan chiroyli qilib ko'rsatib o'tamiz va kraska bo'lgan jarayondan ko'rsatib o'tamiz. Xohlagan turingizda qilib beramiz darvozani ham. Aloqaga chiqarasizlar. Murojaat uchun 94 461 55 53. Like va podpiska bo'sh esdan chiqmasin.